Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? E'zozani vaqtidan voqli katta bo'lib qoldi, bolalikni ko'rmadi deb ko'pincha yozishadi. Balkim siz ko'rmagandirsiz, balkim ko'rsatmagandirmiz. Lekin bolaligi uchun ham, razvitsiyasi uchun ham hamma sharoitni qilib berishga harakat qildim. O'ynab, kulib, mazza qilib katta bo'ldi, bo'lyapti. Albatta, nimagadir aqli yetsa, nimadadir qobiliyati bo'lsa, qiziqsa, albatta u taraflarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Lekin maktabiga har qachon borganimda eng kichkinasi E'zoza ko'rinardi. Hozir ham shunaqa. 12, 13, 14 yoshlar o'rtoqlari durkungina, baquvvat, bo'ylari balangina 18-20 yoshlar qizlarga o'xshashadi. Eng kichkinasi E'zoza ko'rinadi. Albatta maktablarga borganimda buni ko'rsatib o'taman. Sog' bo'linglar. Endi sochlarimni uzaytirgan shaxsdan oldiga necha yillik masterim, ya'ni sochlarimni qalin va uzun qilib beradi. Sochim endi o'sganida kesiladi, endi o'sganida yana kesiladi. Kesilib o'rib sochim hech o'sib qalin bo'lmadi. Ну ладно. Еще чуть подождем. Все будет красиво, хорошо.